Hozirgi vaqtda Kunchiqish avtovokzali butunlay ishlami. Birida bir gina da passajir yo'q. Bari tik men o'tirib tura turgan nashushi bilishma bo'ligigina ishli. Bik ko'p shaltiratuvlar minut sayin ham barsına da avtovokzalning ishlama o'turunda xabar etalar. Xayrli kun, avtovokzal ishlami. Keluvchilarni karantin degan bir necha e'lon gina qarshi ola. Hali yanvar oyida gina bu avtovokzaldan 13 ming kishi shahar rayonlarga qaytib keta turgan bo'la. Hozir iskarma bo'laroq borib bir marshrut yuriy. Bu avtovokzal Южный parkda yashovchilar uchun yeri. Ular illardan qaytargan uchun qo'llarida ishga yeri turgan dokumentlar bo'lgan tiyish. Shaharning boshqa vokzallarında da shunday yo'qtinlik. Boshqalardan tüp chiqu yo'llarında da mashina to'xtatuvchilar birinsaran. Biyektor rayoni Dubyoz avlida yashovchi Liliya Mudarisova avtobuslar yurmaganlikdan kim to'xtasa shunga o'tirasi edi dey. Большая Красный 51, роддом. Медсестра, анестезистка вынуждена qaytarga, потому что анда балаларым живым шундай. Татарстан bo'yicha harakat etuvchi elektrichkalarga da cheklov kiritildi. В каждом направлении, восточном, западном. Kunchiqish ham kunbotish yo'nalishlarindagi ertangi ham kechki reyslar qola. Bu kechiktirgisiz ishlardagi kishilarni toshu maqsadidan. Transport ishi turundagi ma'lumotni ekranda ko'rsatilgan nomerlar bo'yicha bilishirga bo'la. Marshrutdagi o'zgarishlar pandemiya bilan bog'liq vaziyat yaxshirganchiga qadar davom etacak. Ruslan Qusundinov, Ramzil G'aripov, Marat Zaydullin, Yangi asr kanali. Yoz yaxshi xabarlar olib kela. Yangi asr kanalida dunyo ko'rgan Jili izlijonlar filmini qabat qarorga tilaysizmi? Ko'p sonli tomoshachilar so'rovi bo'yicha filmning barliq seriyalarini hozir tnv.ru saytida qarorga bo'ladi. Respublikaning barliq tub xabarlarini, topshiriqlarni ham filmlarni eng yaxshi sifatda TNV YouTube kanalida qaranglar.